Sizlar uchun yengillikni zo'rini olib kelib qo'ydik. Mana shunaqa servirovka. Bunaqa upakovkalikni hali ko'rmagansizlar. Bu O'zbekistonning yengillik deb aytsak ham bo'laveradi. Servirovkalar orasida qarang, ochiladi, xuddi chemadanga o'xshab. Buni ichidagi upakovkalari ham o'zgargan. Olayotgan odam xuddi iPhone'ni korobkadan ochayotgandek maza qiladi. Hozir men sizlarga bitta obzor qilib beraman. Buni bizda 4 xil varianti bor. 62 talik, 64 talik, 66 talikni 4 xil guli bor. Endi buni qarang upakovkasini. Qayerda ko'rgansizlar servirovkani mana shunaqa upakovkada kelganini. Laganli taqsimchali varianti bor. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa, buni hali biz hech qayerga qo'ymadik. Buni sizlardan olgan klient ochayotganda upakovkani o'zidan sifati qanaqaligini bilib bo'ladi. Hozir men endi buni bitta ochib sifatini ko'rsataman. Mana shunaqa qilib lekin ochamiz. Ochganimizda mana shunaqa ideal holatda fineza pechatlari bilan bo'ladi. Buni 4 xil gulidan bor bizda hozirda. Mana shunaqa gubkada sinmaydigan, uncha-muncha birak chiqmaydigan. Buni yana bitta yaxshi tomoni, sizlar donaga sotsanglar, biz endi sizlarga optim sotib, sizlar donaga sotsanglar, olayotgan klientingizni tekshirib olaman desa, korobka ochib o'tirmaydi. Ya'ni shundoq men peylani oladi-da, olganda mana o'zi ko'rinadi. Upakovkasini ham buzmaydi. Ko'pchilik buni sarpaga oladi, boshqaga oladi. Upakovkasi buzilmasligini xohlaydi. Xuddi shunaqa upakovkasi buzilmaydi. Endi buni shundoq ko'targanimizda tegi alohida bo'ladi. Tegi alohida, mana shunaqa tarelka, choynak, bulutsalar tegi terilgan bo'ladi. Buni ham tekshirib olaman degan odam, misol uchun, shundoq paketda turgan holatda mana shunaqa chiroyli premium upakovkalarda ko'rib, tekshirib, xarid qilib oladi. Bular hammasi yengillik, soni cheklangan. Hali hech qayerga qo'ymadik, ulgurib qolinglar.